Madina, qalblarga orom beruvchi muqaddas shahar. Bu muborak shaharda har bir nafas tinchlik va barokatga to'ladir. Masjidun Nabaviy soyasida yuraklar yengillashadi. Azon sadosi havoga taralib, qalblarga sokinlik olib kiradi. Bu muborak shaharda har bir nafas tinchlik va barokatga to'la. Masjidun Nabaviy soyasida yuraklar yengillashadi. Madinaning tonglari nurga burkangan, kechalari esa osoyishtalik bilan to'lgandir. Bu shahar Alloh rahmati bilan o'ralgan muqaddas makondir. Madinaga kelgan har bir inson bu yerning sakinati va barokati qalbga chuqur o'rnashganini his qiladi. Siz ham bu muborak shaharning go'zalligini o'z ko'zingiz bilan ko'rishni xohlaysizmi? Safar Travel bilan barokatli va sokin Madinaga safaringizni boshlang.